men kelyapman hozir. Eringizni holati yaxshi, lekin boshlarida nerv tolalari qisilib qolgan. Har 5 soniyada kulib turadi. Men mashina olgin. Assalomu alaykum, inspektor Abdurahmonov. Hujjatlaringiz bormi? Buni tekshirgach, boshqa narsa ham bor shekilli. Ha, albatta. Voy, oyga nima bo'ldi? Halokatni qara. Ikkinchi etajdan tushib ketdim. Assalomu alaykum. Nima kulyapsiz? Hamma gapiryapti cho'tosh. Irrishatchisini olgan ekansiz. Biz ham kulaylik. Yomon ekan, mehmon qilindi. Bolalar yaxshimisizlar? Ergashga o'tib qolibdilar, janozaga o'tish kerak. Boramiz. Mana buni nima qilamiz? Salom alaykum. Salom alaykum. Tushunmadim. Bu oilada kim erkak? Men erkakmanmi? Men aytganim bo'ladi yoki shunday bormi? Kulyapsan? Yana bitta kulsang, kallangni olaman. Qo'shni keldingizmi? Mana buni suvga qo'shib eringizga berasiz. Xiyonat qilayotgan bo'lsa, ertalabgacha boshi kal bo'lib qoladi. Hamma qo'shnilar oldik. Rahmat. Ana endi qo'lga tushasiz. Kelyaptilar. Ke kiraver o'rta. Ol o'rta, tarvuzdan. Yo'q, men chaqaganman, suv icha qolaman. Ochganimda kal bo'lsangiz, to'chni adabingizni yeysiz. Nima qilyapsan? Pashsha o'ldirib pashsha qo'nibdi. Ko'chada nima shovqin? Bu nima qilib turibsan, qoch. Nimalar bo'lyapti? Yon kalimisan? Bu xotinlar nimalarni o'ylab topishmaydi deysan. Oldinlari koronavirus edi, hozir koronavirus bo'lib ketdi hammajon. Bechara Sarvar bilasanmi nima bo'lib ketdi? Nima bo'ldi? Kim u qiz? 5 yil men xotinman. Men 5 yil men senga xiyonat qilmaganman. Darvonni qo'y etaman, tushing. Bugun shodda qolasiz. Bo'ldi, biz ketamiz uyga. Ketamiz. Men unaqa emasman-ku. Siz ham xuddi shunaqasiz. Ya qochdi, ketsa ketur, sochimdan ko'p oshig'im. Sen bo'lmasang boshqasi. Sochimda ko'p oshig'im, sen bo'lmasang boshqasi. Oyi, men bunaqa yer bilan yashamayman. Oyi, qani siz? Oy, shuncha ketdi arazlar.